Azizlar, assalomu yangi kun dasturidamiz. Muborak juma kuni barchangizga xayrli kelsin va biz SMS so'rovnoma savolini taqdim etamiz. Xalqaro arxeologlar tadqiqot markazi xabariga ko'ra, Samarqandda dunyoda yagona bo'lgan musiqa anjom topilgan va bu anjomning nomi nima? Bizda SMS nomalar juda ham ko'p. Ular birin-ketin kelmoqda. Assalomu alaykum yangi kun ijodkorlari, Feruzaxon va Xobiddinjon, yaxshimisizlar, sog'lommisizlar, omadli bo'lsin. Boringizga shukr, Ma'rifat aya. Salomat bo'ling. Toshga o'xshash anjom deyilgan, yo'q, bu noto'g'ri javob. Assalomu alaykum Navoiy ijodkorlari, charchamay ishlayapsizlarmi? Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Chandir va Ayni jamoasidan Baxtiyor bo'laman. Savol javobga javobim chang asbobi bo'lsa kerak. Yo'q, bu ham noto'g'ri javob. Chiroyli qo'shiqlar uchun alohida rahmat deyilgan. Assalomu alaykum yangi kun ijodkorlari, bugun men uchun qadrli go'zal jiyanim Naimboyeva Gulnorani Shukrona kuni bilan tabriklayman. Maktabni a'lo baholarga bitirib oliy o'quv yurtlariga kirsin. Seni yaxshi ko'ramiz. Amajoning Oysha G'azg'on shahri Nurotodan kelgan. Noma yana bir ajoyib noma. Bugun Xudoyberdiyev Turduboy dadajonimizning tug'ilgan kunlari, ularni barcha farzandlari nomidan, turmush o'rtog'i nomidan tabriklab qolamiz. Ularga salom yo'llang. 2360 9989 Buxorodan kuzatyapmiz. Hammaga salom. Iltimos, yo'q. Biz bu tijorat xabar hisoblanadi. Choyxonaning nomi ham aytilmaydi. Bu reklamaga kiradi, shu sababli albatta buxoroliklarga, nafaqat o'sha yerdagi choyxona ahliga, butun buxoroliklarga o'zimizni qaynoq salomimizni yo'llaymiz. 0402 menimcha Vahobiddin aka bu g'ijak sozi bo'lsa kerak deyilgan, yo'q. Javoblar noto'g'ri. Juda ham oson savol berildi. Samarqandda Xalqaro arxeologiya tadqiqot markazi olimlari tomonidan bir anjom topilgan, musiqiy anjom. Juda ham qadimiy, dunyoda yagona hisoblanadi va bu anjom nomi nima? O'zbekona xalqona qadriyatlardan kelib chiqsangiz, aynan musiqiy anjomning nomini osongina topasiz. Bu juda yana ham yaqinroq bo'lish uchun bugun ushbu sozdan foydalanamizmi degan savol. Bu sozdan hamma foydalanadi. Hamma, hattoki Milliy cholg'u orkestrida ham alohida mana shu soz uchun maxsus kompozitsiya, syuitalar, libretolar yozilgan. Demak, biz ajoyib mavzularimiz taqdimotida davom etamiz. Bitta to'g'ri javob keldi 6158 raqamidan. Uni hali o'qib eshittiramiz va qolganlar ham faolroq bo'ling deymiz. Qaysi anjom haqida, musiqiy anjom haqida so'z ketmoqda. Biz esa yana mehmon, albatta dasturimiz mehmonini tanishtirib o'taman. Viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi mutaxassisi Dilnoza G'afforova studiyamiz mehmoni. Suhbat esa oilaviy qadriyatlar borasida bo'ladi. Bilasizmi, shunday gap bor. Ayol kulgan kulba, ayol yig'lagan qasrdan ko'ra afzalroq deyshadi. Haqiqatdan bugun xotin-qizlarimizning jamiyatdagi o'rni oshmoqda, mavqei oshmoqda. Ular bugun tadbirkor, ishbilarmon, ular bugun har bir sohada lider desak adashmaymiz va aynan mamlakatimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni rag'batlantirish, doimo gender tenglikni ta'minlash borasida qilinayotgan ishlarga alohida to'xtalamiz. Assalomu alaykum. Dilnoza, xush kelibsiz. Viloyatdagi tahlillarni sizdan eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu yangi kun eshittirish muxlislari, sizlarga avvalambor rahmat. Albatta bugungi kunda muhtaram prezidentimizning xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor, mikrofonimizga yaqinroq gapirsangiz bemalol. Bugungi kunda o'sha muhtaram yurtboshimizni xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni ham ijtimoiy sohada, ham iqtisodiy, siyosiy, tadbirkorlik, umuman gender tenglik masalalari bo'yicha jadal o'zgarishlar shunaqangi ortib bormoqda. Bu borada o'sha so'nggi yillarda chiqqan qator farmon, qarorlardan ham kuzatishimiz mumkin. Xotin-qizlarimizga bo'lgan e'tibor, bu bilamizki, o'zi azaldan o'zbek xalqida oila muqaddas hisoblanadi. Ya'ni oilalarni qadrlash, o'sha oiladagi totuvlik, tinchlik, umuman oilaviy qadriyatlar bu bizani o'sha azaldan davom etayotgan qadriyatimiz hisoblanadi va bu bugungi kunda ham biz ana shunday qadriyatlarni yanada saqlash, ularni o'sha
ibratli oilalarimizni hayotiy yo'llarini yanada jadallashtirish, ularni o'sha yosh avlod ongiga singdirish va o'shani saqlagan holda ularni yanada rag'batlantirish bo'yicha qator farmon qarorlar ishlab chiqildi. Yana yaqin kunlar ichida mana xotin qizlarimizni yaqinda oliy ta'lim muassasalariga qamrab olish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining o'sha 402-sonli qarori asosida tavsiyanomalar berish jarayonlarini yakunlab oldik. Ya'ni yaqinda o'sha ular onlayn o'sha bizani tavsiyanoma.ijro.uz bazasi orqali viloyatimizdagi 900 dan ziyod o'sha oliy ta'lim muassasalariga topshirish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin qizlarimiz o'sha o'zlarini onlayn arizalar orqali murojaatlar qabul qilindi. Bundan tashqari 5 yil mehnat stajiga ega bo'lgan xotin qizlarimizni, o'rta maxsus va professional ta'limga ega bo'lgan xotin qizlarimizni oliy ma'lumotli qilish maqsadida bo'lgan ishlarimiz ham yaqin kunlar ichida yakunlab oldik va o'sha xotin qizlarimizni murojaatlarini onlayn tarzda hamda offlayn tarzda qabul qilib, ularni o'sha oliy ta'limga bo'lgan qamrovini yanada kengaytirish ishlarimizni o'sha barcha xotin qizlar tizimida faoliyat yuritayotgan mas'ul xodimlarimiz bilan birgalikda mana shu jarayonlarni yaqinda yakunlab oldik. Bu ham bo'lsa, o'sha xotin qizlarimizni oliy ta'limga bo'lgan qamrovini yanada kengaytirish, ularni o'sha dunyoqarashi, umuman ta'lim olishiga, ilm olishiga bo'lgan intilishlarini yanada kengaytirish va rag'batlantirish maqsadida ko'rilgan chora-tadbirlarni bir mezoni deb bilamiz. Bundan tashqari yaqindagina biz 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan ibratli oila ko'krak nishoni sovrindorlarni taqdirladik. Bu ham bo'lsa, mana muhtaram prezidentimizning 8-martdagi o'zlarini ma'ruzalarida aynan ibratli oilalar faoliyatini yanada kengaytirish, ko'paytirish, har yili ibratli oila ko'krak nishoni bu 2023-yil 9-sentyabrdagi 437-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori asosida ta'sis etilgan edi. Bu har yili o'sha har bir tuman shahardan bittadan olinardi. Bu yil an'anaviy, noan'anaviy tarzda shunaqa topshiriq bo'ldiki, ibratli oilalarimizni yanada jadallashtirib va ko'paytirish, ularning hayot tajribalarini ommalashtirish, ularni o'sha mahalladagi kambag'al oila yo notinch yoki nizoli oilalarga biriktirish orqali ularning hayot tajribalarini ommalashtirishni keng maqsad qilish maqsadida shu yil noan'anaviy tarzda biz ibratli oilalar viloyatimizda 101 ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlandi oilalarimiz. Bu ham bo'lsa, o'sha mana oilaviy qadriyatlarni saqlashda va o'sha hayotiy tajribaga ega bo'lgan oilalarimiz ishini yanada ommalashtirish orqali biz o'sha hayotimizdagi ba'zi bir nizoli, notinch yoki ajrim yoqasidagi oilalarimizni yoki o'sha mahallamizda kambag'al oila ro'yxatida turgan oilalarimizni ular orqali qaysidir yo'l bilan ularni o'sha oilalarni saqlashga, ularga qaysidir daromad topishga, kasb-hunar egallashga bo'lgan intilishlarni yana bir bor o'sha oilalar orqali jonlantirish va ular orqali yordam berish, ko'mak berish orqali ularni ham mana shu oilalar qatoriga jalb qilishni maqsad qilib qo'ygan edik va bu o'sha keng ommaviy tarzda biz o'sha yaqinda Farovon oila sari oyligi doirasida bir oy o'sha 10-maydan to 10-uyingacha bo'lgan oylik doirasida biz aynan o'sha oilalar bilan aynan mahalladagi nizoli notinch oilalar bilan ishlash bo'yicha bir qator chora-tadbirlar belgilab olib, bu bo'yicha manzilli mahallalarda ishlar olib borildi. Bir savol tug'ilyapti. Hozirgi kunda aynan siz faoliyat yuritayotgan o'sha tashkilot bevosita oilalar, xotin-qizlar masalalariga, ayniqsa o'sha erta turmush masalalariga, deylik, o'sha oilalardagi nizoli, tahlikali vaziyatlarda o'sha ayollarimiz himoyasiga otlanayotgan tashkilotda ko'pchilik joylarda aynan mas'ul idora sifatida ham sizlarni ko'rsatishadi. Bugungi kunda Navoiyda erta turmush, erta tug'ruq masalalarini oldini olishga qaratilgan qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va umuman olganda biz kelajagimiz, millatimiz, mamlakatimizni ustuni bo'lgan onalarimiz tarbiyasiga qanday e'tibor qaratyapmiz? Marhamat. Bu borada ham biz mana bu 2025-yil boshidan aynan ta'lim muassasalaridagi o'smir qizlar bilan manzilli ishlarni olib borish bo'yicha
joylarda o'sha sog'liqni saqlash boshqarmasi, maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasi bilan hamkorlikda chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqqanmiz va bunga ko'ra bizlar o'sha 8-sinfdan yo 7-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan qizlarni aynan avvalo tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda ular o'rtasida o'sha erta turmush, erta nikoh va qarindosh urug'lar o'rtasidagi nikohni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar belgilaganmiz va bu manzilli qilib barcha o'sha bizani viloyatda 376 ta ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, barcha ta'lim muassasalariga manzilli qilib belgilab olindi va bu chora-tadbirlarimiz o'sha tuman shaharlardagi oila va xotin-qizlar bo'limi, tibbiyot muassasalari hamda bunga keng jamoatchilik, ya'ni bizani o'sha mahallalarimizda, tuman shaharlarimizda faoliyat yuritayotgan oqila ayollar harakati a'zolari, keng jamoatchilik vakillari, otinoyilar, bunga imom xatiblar ham mahallada ishlaydigan boshqa ijtimoiy tuzilma vakillari ham keng jalb etilgan holda targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda va bu targ'ibot tashviqot ishlari olib borilishi natijasida bizada hozir aynan erta turmush yoki erta nikoh qayd etilmagan viloyatimizda, lekin to'g'ri ba'zi bir holatlarda erta tug'ruq holatlari bo'lishi mumkin. Bu faqatgina shaharimizda bittagina qayd etildi. Bu ham endigina 18 yoshga to'ladigan qizimiz o'rtasida bo'lgan, lekin bu borada ham tegishli tartibda biz tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borib, o'sha borida, o'sha joyda nima masala muammosi bo'ladigan bo'lsa, o'sha keng jamoatchilik, o'sha tuman shahar xotin-qizlar bo'limlarimiz, tegishli tartibda o'sha tuman shahar hokimliklar mas'ul xodimlari, idoralar jalb qilingan holda o'sha muammosini hal qilish orqali ham buni hech qachon biz xotin-qizlarimizda bironta bir muammo bo'lsa, hech qaysi nazardan chetda qolmagan holda uni masalasini va muammosini imkon qadar joyida hal qilib berishga barcha birdek harakat qilib kelmoqdamiz va buning natijasida o'sha erta turmush, erta nikoh holatlari bo'yicha ham alohida biza tizimli ishlar olib borilmoqda va o'sha ta'lim muassasalarimizda nimalarimizda o'smir yoshdagi qizlar bilan tizimli targ'ibot ishlari olib borilmoqda va bu borada o'sha ishlarimiz hali yil davomida davom etib kelmoqda. Albatta. Buni qarangki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasida oila jamiyatning asosiy bug'uni hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lishi huquqiga ega ekanligi alohida ta'kidlanadi. Biz bugun qizlarimiz tarbiyasi haqida gapiryapmiz, lekin istaymizmi yo'qmi, o'g'il bolalar, yigitlarimiz tarbiyasi ham albatta nazardan chetda qolmasligi kerak, chunki ular vatan himoyasida ertaga yurt qalqoni bo'ladi, kelajak poydevorni yaratadigan bunyodkori bo'ladi. Yigitlarimiz, o'g'illarimiz, farzandlarimiz tarbiyasida qanday targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda? Marhamat. Albatta qizlarimiz o'rtasida ham, yigitlarimiz o'rtasida ham hozirgi mana oxirgi marta bir tahlillarga nazar soladigan bo'lsak, bizada aynan oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash borasida oilada, mana misol uchun oila boshi erkak kishi deymiz, erkak kishini o'rni biroz sezilarli darajada pasaygan. Chunki biz joylarda, mahallalarda targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borganimizda erkaklarimiz agar bosh bo'lgan oilada tartib intizom kuchayadi. Bu yerda qanaydir adolatlilik, o'sha har bitta oila a'zosini unga bo'lgan hurmati oshishi, boshqasi har bitta oilada o'sha erkak va ayolning teng huquq, ya'ni farzand tarbiyasi ikkalasi ham mas'ul, birdek yondashsa va ikkala shaxs ham o'sha oiladagi o'zini vazifasini va o'sha burchini to'g'ri anglagan holda farzand tarbiyasiga birdek yondashib, mas'uliyatni birdek bo'yniga ola bilsa, o'sha oilada nizo ham kelib chiqmaydi, oilada tartib ham, tarbiya ham o'z yo'lida, o'sha har bitta narsa o'sha kelajakda bo'ladigan qanaydir nizoli holatlar ham, notinchliklar ham barchasi o'sha ota-onani birdek o'zini vazifa burchini to'g'ri anglab yetmaganida. Ya'ni farzand tarbiyasiga befarqlik bo'layapti. Hamma ishi boshqa narsalar bilan chalg'ib, farzandlari tarbiyasiga, ayniqsa yigit bolalar tarbiyasiga otaning mas'uliyati juda ham kerak. Shuning uchun otaning o'rnini yanada oshirishimiz kerak. Biza borgan joylarda otaning rolini oshirish kerak. Otalar rolini. Chunki biza borgan joylarda ko'pincha ayollarga urg'u beramiz. Ayollar bilan ko'pincha targ'ibot tadbirimizda ham aksariyat hollarda ayollar ko'pchilikni ishtirok etishadi-da. Mana qaysi korxona, tashkilotga borsak ham aksariyat 80% ayollar bo'ladi. Keyin erkaklar
bir 10-20% tashkil etadi. Biza ko'proq o'sha erkaklar o'rtasida ham mana shu targ'ibot tadbirlarimizni yanada kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Baribir quvonarlisi bugun jamiyatimizda ayollarga bo'lgan e'tibor, ayollarga ko'rsatilayotgan imkoniyatlarning chegarasi yo'qligida bugun bu azaliy qadriyat. Qadimdan bizni qon-qonimizga singan ayolga ehtirom, ayolga hurmat. Muqaddas kitoblarda ham bitiladi, otalarga qarata, agar farog'at istasangiz, qiz farzandlarga ko'proq e'tibor bering, ularni alqalang mehr ko'rsating deyshadi. Hattoki shunday bir muqaddas kitoblarda jumlalar bor. Ota dunyodan o'tgandan so'ng savob va gunohi taroziga tortilganda, ayoliga borarkan, savobingdan ozgina ber, jannatga o'tishga imkon bo'lmayapti deb ayol rad etar ekan, o'g'liga borarkan rad etar ekan. Qiz farzand o'zini savobidan otasiga ulasha oladigan yagona bir ne'mat ekanda. Shunday ekan, bu bejizga emas bugun xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tibor. Men yana raqamlarga to'xtalmoqchiman. Kechagi navoiylik ayollarning hayoti bilan bugungi ayollarning hayoti qay darajada o'zgardi? Islohotlar kirib bordimi? Bugun o'sha davlatimiz rahbari ta'kidlayotgan ishbilarmon, tadbirkor, epli ayollarni tarbiyalay olyapmizmi, o'qita olyapmizmi, hunarga yo'naltira olyapmizmi, bir tadbirkorlikka yo'naltira olyapmizmi? Turmush o'zgaradi-da. Bu degani turmush o'zgarsin, yashash tarzi o'zgarsin, hayotga qarashi o'zgarsin degan bir ma'nolar bor-da islohotlarda. Shunday, albatta. To'g'ri ta'kidladingiz. Albatta xotin-qizlarimizni bugungi kunda o'sha tadbirkorligi, ularni kasb-hunarlikka egallashga bo'lgan o'sha ehtiyojlarni ham qondirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar, bir qator qaror-farmonlar ishlab chiqilgan. Bu esa o'sha albatta har bir sohada o'sha xotin-qizlarimiz bosh nima bo'lgan joyda adolatlilik, bir tartib intizom bo'ladi-da. Xuddi shunday xotin-qizlarimizni o'zini mana tadbirkorlik sohasida ham juda ham yaxshi natijalarga erishmoqda va bu borada tadbirkorlik safi yanada kengaymoqda. Ya'ni xotin-qizlarimizni, misol uchun, ishsiz xotin-qizlarimizni daromad topishga o'rgatish, ularni kasb-hunar egallashlari va ularni o'sha mahalladagi lider tadbirkorlarga biriktirish orqali ularni qaysidir hunarga egallashi yoki qaysidir kasbga o'rgatish orqali ham oilasiga ozgina bo'lsa-da daromad olib kelishi yoki bir qandaydir o'zi uchun ham, oilasi uchun ham foydasi tegadigan bir daromad kasb keltirishi uchun ham talay ishlarimiz olib borilmoqda. Bugungi kunda tadbirkorlarimiz albatta safi kengayganligi, o'sha har bitta sohada bo'lgani kabi o'sha tadbirkorlik sohasida ham mahallalarga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, har bir mahallada kamida hozir 5-10 tadan lider tadbirkorimiz bor. Ayollar, hammasida bosh ayollar. Qanaqa pazandachi, pishiriqchilik, tikuvchilik deysizmi, ko'rpa to'shak deysizmi, kashtachilik deysizmi, har bir sohada ayollarimiz bosh-qosh bo'lib kelmoqda va o'zini safiga o'sha mahalladoshdagi ishsiz xotin-qizlarni ham jalb qilyapti. Bu ham albatta quvonarli holatda. Chunki ayollarimiz band bo'lsa, o'sha ro'zg'origa qaysidir ma'noda daromad olib kelsa, o'sha oilaning farovonligiga xizmat qiladi, o'sha oilaning tinchligiga xizmat qiladi va ertaga bolalarini turmush tarzi, boshqa ularni kamchiliklarini ustini qoplashga ham mana shu qaysidir ma'noda ular o'zlari tashabbus ko'rsatib, o'zlari bosh bo'lib, o'sha oilasini daromadini saqlashga ham o'zlari bosh-qosh bo'lishmoqda. Bu albatta quvonarli holat, chunki bundan 3 yil, 4 yil oldingi holat bilan hozirgi yana turmush tarzi har yil sayin yangi sohalar, IT sohalari rivojlanib bormoqda. Xotin-qizlarimiz o'rtasida boshqa yangicha kasblar egallash istaklari rivojlanib bormoqda. Bu esa o'sha xotin-qizlarimizni boshqa yangicha dunyo qarash, yangicha kasbga bo'lgan intilishlarini yanada kengaytirmoqda. Rahmat, mazmunli suhbat uchun. Maroqli suhbat bo'ldi va faoliyatingizda doimo omad tilaklarini yo'llaymiz. Endi jamiyat oldidagi yetakchi kuch bu albatta boya aytib o'tganingizdek lider ayollar. Ularga havas qilishadi, ularga intilishadi va albatta ulardek bo'lishni istashadi. Bilimli olima ayollarimiz, tadbirkorlarimiz safi kengaysin. Boya aytib o'tganingizdek, mahallada bittagina bo'lsa ham tadbirkor, lider ayol bo'lsa, hamma o'sha ayolning atrofida jipislashadi, ish o'rinlari yaratiladi. U yerda kamroq g'iybat bo'ladi, kamroq gap so'z bo'ladi, ko'proq ish bilan band bo'lish bo'ladi. Shuning uchun biz albatta xotin-qizlarimizga tavsiyalarimiz, opa-singillarimizga aytar gaplarimiz borki,
mana shunday dilbar opa-singillarga, liderlarga albatta ergashing, ulardan kuch oling, ularga havas qiling va ular bilan hamnafas, hamroh bo'ling deb qolamiz. Bugungi suhbatdoshimizga mazmunli, o'ziga xos samimiy suhbatlar uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz va SMS so'rovnoma savolimizni takrorlab o'tamiz. Qadrli do'stlar, Xalqaro arxeologiya markazi tadqiqotchilari Samarqand shahrida dunyodagi noyob durdona bo'lgan musiqiy asbob, ya'ni anjomni topishgan. Bu qaysi asbob va anjom edi? Shu xususda bizga yozing, faol bo'ling deymiz.